Oh my god. O'tgan videoda kommentariyasini portlatib o'rgan telefon emasmi? Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek Ulug'bek do'stlar. Bugungi videomizda O'zbekistonda 99% aholisi qiziqayotgan telefon haqida gaplashamiz do'stlar va bu albatta Honor X9D do'stlar. Sabablarini xos sizlarga birma-bir sanab beraman. Birinchi sababi bu 8300 mAhlik batareykasi do'stlar. Endi bu degani 3 kun, 4 kun kerak bo'lsa 1 haftagacha telefon bemalol chidab beradi degani va buni hozir baribir tekshirib ko'ramiz va ikkinchi sababi tank bosib ketsa ham telefonga hech narsa qilmas ekan. Buni ham sanab ko'ramiz va uchinchi sababi o'tda yonmas, suvda cho'kmas ekan. Bemalol suvda ishlata olar ekansizlar. Va eng qizig'i uni narxida. Bilasizmi, chestni obzor qilaman va qanaqadir kamchiligi chiqsa, aynan bugungi videomizda bilib olamiz. Undan oldin videomizga like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolaman, chunki YouTube algoritmi ozgina o'zgargan. Maksimal aktivniy bo'lsanglar, foydali ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishga sababchi bo'lasizlar. Tak, korobkamizni ochib boshlaymiz va ahamiyat beringlar, juda ham o'tkir pichoqda ochmoqchiman va uyda takrorlamaylik bu narsani. Tak, hal korobkamizni endi ehtiyotkorlik bilan ochib olamiz va ochganimizda telefon o'zi kutib oldi. Yaxshi va shoshmaymiz dizaynini ko'rishga. Uni chekka qo'yib turamiz. Tak, uni tagidan sim kart uchun skripka va kichkinagina korobkachasi. Xo'p, uni ichida esa o'zini original chexoli chiqar ekan. Juda ko'p telefonlarda prozrachniy oddiy sifatsiz chexol solib qo'yadi. Endi Honor X9D ni chexolini hozir ko'ramiz. Matoviy va dog'charmikan? Yo'q, yaxshi va sifati ancha yaxshi ekan. Juda ham yumshoq emas va qattiq emas. Bu telefonni asli degan yaxshi chexol ekan. Qo'yil, buni hozir taqib ham ko'ramiz. Va korobkaning ichidan ko'rishinglar mumkin o'zining original blok pitaniyasi va kabeli chiqar ekan. Blok pitaniyasi 66 vatli blok pitaniya ekan. Qo'yil, alohida sotib olib o'tirmaysizlar. Endi telefon o'ziga keladigan bo'lsak, tak, dizayniga baho beramiz. Telefon dizaynini ko'rishinglar mumkin. Orqasi qo'shimli va Honor kompaniyasi o'zining dizaynini saqlagan holda Honor X9D ni ham juda ham chiroyli chiqaribdi. Menga dizayni yoqdi, lekin bitta tarafi meni ko'nglimni g'ash qildi. Bu esa chekkasi glyansiv ekan do'stlar. To'g'ri, juda ham chiroyli, lekin glyansiv yaqqol dog'i bilintirib qo'yadi va shunday chiroyli dizaynni buzib qo'yishi mumkin. Lekin bu gaplar chexolsiz ishlatadigan odamlar uchun, lekin 90% odam chexol bilan ishlatiladi. Bu kamchilik jam unaqa jiddiy ko'rmasa kerak deb o'ylayman. Va kamerasi barmog'ingizlarga hech qanaqa xalaqit bermas ekan. Chekka qismlari qo'lni kesmaydi, hammasi zo'r do'stlar, menga yoqdi. Kelinglar Honor X9D bilan yaqinroq tanishib olamiz. Honor X9D ning ekran diagonali 6.79 dyum AMOLED display va yorug'ligi 6000 nit. Ya'ni bu bemalol quyoshda ishlata olasizlar, hech qanaqa noqulayliklar bo'lmaydi do'stlar. To'g'ri, ishlatayotganimga bir haftacha bo'ldi, mana hech qanaqa noqulayliklarni sezmadim. Va protsessori keladigan bo'lsak, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 nanometrli do'stlar. Hozir uning kuchini ko'ramiz va grafik protsessor keladigan bo'lsa, Adreno A810 do'stlar. Va hozir o'yinda qanaqa o'zini ko'rsatadi, buni hozir hammasini bilib olamiz. Va ushbu telefonda IP69K suv va changdan himoyasi mavjud. Bu oddiygina 1,5 metr chuqurlikdagi suvda yarim soat chidab berish emas. Undan tashqari bosimli suvlarda va 85 gradusdagi issiq suv sachrashiga ham bemalol chidab beradi degani do'stlar. Endi Honor X9D da bosimli suvlarda tekshirib ko'rmaymiz, sababi o'tgan videomizda aniqrog'i Honor X7D imizda karcher urib ko'rganmiz. Hech narsa qilmagan. Endi bu undan ham kuchliroq telefon, karcherda hech narsa qilmaydi, buni bilamiz. Undan ham qiziqroq qaynab turgan suvga solib ko'ramiz do'stlar. Endi bu kichkinagina korpusda 8300 mAhlik batareyka joylashgan. Aql bovar qilmaydi, bu kuchini men sezdim, lekin odamlar har xil gapiryapti. Ba'zida 24 soat ketadi deyapti, ba'zida 2 kun ketadi deyapti, lekin shaxsan menda 4 kun 7-8 soatdan ishlatganda, o'chirmasdan ishlatganda menda 4% qoldi. Shu taxminan jami 30 soatgacha yetdi. Endi buni ichiga o'yin o'ynash kiradi, video kirish kiradi. Men yana kamera ham test qildim do'stlar va 4 kunga yetdi do'stlar. Hali 4% qoldi. Bu menimcha juda ham yaxshi ko'rsatkich do'stlar. O'zingizlarning ham fikringizni qoldiringlar. Endi agar to'liq necha soatga yetishini ko'rmoqchi bo'lsanglar do'stlar, Instagram kanalimga obuna bo'linglar. Tez orada uni ham videosini chiqaraman do'stlar. Va hozir telefonni o'chiramiz va 0 dan 100% gacha necha soatda to'lar ekan bilib olamiz.
ko'rishinglar mumkin. Telefonimizni o'chgan va o'zining original blok pitaniya va kabeliga ulagan holda telefonimizni zaryadga qo'yamiz. Soat 11 dan 15 daqiqa o'tgan va telefonimizni mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin 0%. Necha soatda to'larga hozir ko'ramiz. Soat 12 dan 29 daqiqa o'tdi va 99% ga to'ldi do'stlar. 100% ga qachon to'larga hozir ko'ramiz. Soat 12 dan 31 daqiqa o'tdi va 100% ga to'ldi va roporosi 1 soat 16 daqiqada 0 dan 100% gacha to'lar ekan. Ko'rdinglar, 1 soat 16 daqiqada 100% ga to'lar ekan. Menimcha juda ham zo'r ko'rsatkich deb o'ylayman. Endi bu telefonni stolga qo'ysanglar, iPhone ga o'xshab liqilab turmas ekan, mana ko'rishinglar mumkin va bu yerda yaxshi o'ylangan ekan. Qo'shimchasiga bu telefonda NFC moduli bor, stereo dinamika, ikkita sim karta tushadi. Afsuski fleshga tushmaydi, chunki o'zida yetarlicha xotirasi bor. 8 dan 256 va 12 ga 256 gigabaytliklari bor. Menda 12 ga 256 gigabaytlik va afsuski Honor X9 da eSIM qo'llab-quvvatlamaydi. Endi drop test qilishimizdan oldin qisqacha o'yinlarda tekshirib ko'ramiz. Sababi bu telefonda ayrilib qolmaydi yana. Honor X9 Max necha FPS gacha ko'tarar ekan, hozir ko'ramiz. Tak, grafikani sverx plan eng pastiga qo'yganimizda 90 FPS gacha ishlab berar ekan. Endi qaysi grafikagacha 90 FPS ko'tarar ekan, hozir ko'ramiz. Xo'p, planniga o'tkazganimizda ham 90 FPS, grafikani balansga qo'yganimizda 60 FPS ga tushib qolar ekan. Yaxshi, maksimumgacha 60 FPS va ultra HDRda har doimgidek 45 FPS ga tushib qoladi. Xo'p, 90 FPS ga qaytamiz. Tak, endi lobbyga keladigan bo'lsak, lobbyda ham 90 FPS bor ekan. Yaxshi, balansda esa уже 60 FPS va ultra HDR 45 FPS ga tushadi. Okey, ultra HDR ga qo'yamiz va nimalar o'zgarar ekan, hozir ko'ramiz. Tak, kiyim ximilashlari, soyalar, ranglar hammasi o'z joyida va 45 FPS ga yarasha ishlayapti. Bu esa 90 FPS, soyalar, ranglar hammasi yo'qoldi do'stlar, lekin telefon ancha yengil ishlayapti. Birinchi Honor X9 da qisqacha o'yinlarda o'ynab tekshirib ko'ramiz. Necha FPS gacha ko'tarishi, qanaqadir kamchiliklari bormi? Misol uchun, laglar bo'lishi mumkin, qochishlar bo'lishi mumkin yoki telefon o'zidan o'zi qizib ketishi mumkin. Hozir kamchiliklar Honor X9 da kuzatiladimi? Bilib olamiz. Ketdi. Atrofimizda odamlar juda ham ko'p, lekin shunga qaramasdan telefonda hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Endi Honor X9 ning giroskopi bormi va sifati qanaqa ekan hozir ko'ramiz. Giroskop bor va sifatini ko'rishinglar mumkin. Hech qanaqa zatirishganini men umuman sezmayapman. Hammasi yaxshi. Endi klassifikatsiyalarimizda qanaqadir qochishlar bo'ladimi, hozir ko'ramiz. Klassifikatsiya jarayonlarida hammasi yaxshi, hech qanaqa laglar yo'q va hech qanaqa kamchiliklarni ko'rmadim. Endi undan ham battar qiynab qo'yadigan narsa bu asli portlashlar bo'ladi. Birinchi mashina portlatib ko'ramiz va har xil variantlarni sinab ko'ramiz va bunda ham telefonimizni qotmasmikan, hozir tekshirib ko'ramiz. Mashinamiz portladi va oldimizda odamlar bo'lishiga qaramasdan telefonda hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Tak, endi ikkinchi urinishni sinab ko'ramiz. Qochishlar bo'lmadi. Yana bir marta sinab ko'ramiz. Uchinchi urinishimizda umuman qotmadi. Yaxshi. Endi ikkinchi o'yinimizda Delta Force o'yiniga keladigan bo'lsak, oddiygina grafikaga qo'yganimizda 60 FPS ishlab berar ekan va maksimal grafikaga qo'yganimizda ham 60 FPS ishlab berar ekan. Crossfire jarayonlarida hech qanaqa laglarni sezmadim. Ikkinchi o'yinimizda ham telefon o'zini yaxshi ko'rsatib berdi. Uchinchi o'yinimizda ranglari juda ham kuchli bo'lgan o'yin va bu o'yinimizda 60 FPS ishlab berar ekan va stabil 60 FPS ishlab berdi. Bu o'yinimizda ham hech qanaqa kamchiliklar va laglar bo'lmadi. Va to'rtinchi o'yinimiz esa Carrick Street o'yini. Carrick Street o'yini grafikasi juda ham kuchli bo'lganligi uchun ancha-muncha telefonlarni qiynab qo'yadi va hozir grafikasini kuchaytirgan holda o'ynayapmiz va 30 FPS stabil ishlab beryapti. Agar grafikalarni 0 ga tushirsak-gina 60 FPS ishlab berar ekan. To'g'ri, grafikasi juda ham chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin 60 FPS ko'zga yoqimli darajada mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Qisqasi o'yin holatini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Va bu yerda hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Hammasi
zo'r va qo'shimchasiga 90 FPS ishlab berar ekan va undan ham kuchli Correct Street o'yinida. To'g'ri 90 FPS emas, 60 FPS, lekin hech qanaqa qochishlar bo'lmadi va Asphalt, Delta Force o'yinlarda har doimda hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi. Qisqasi o'yinda o'zini zo'r ko'rsatdi. Endi kamera testiga keladigan bo'lsak, rasmlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Ranglar va sifatlar hammasi o'z joyida va kerak bo'lsa 10x da olingan rasm ham sun'iy intellekt orqali bizga sifatli qilib yetkazib berarlar ekan. Endi tunda olingan kadrlarga keladigan bo'lsak, kunduzgi kadrlarda umuman farqi yo'q va bunda ham sun'iy intellekt yaxshigina ishlab berar ekan. Endi rasm olishdagi sun'iy intellektni shunchalik maqtab tashlashdan o'zi qanaqa ishlaydi desanglar, hozir sizlarga qanaqa ishlashi ko'rsataman. Rasmga olindi va ozgina sekunddan keyin o'zingizlar ko'rganingizdek kerak emas nur va akslarni olib tashlaydi va bizga sifatli rasm qilib yasab beradi. Endi video testiga keladigan bo'lsak, HD 30 FPS da olinayotgan kadr do'stlar, sifatini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, lekin HD da 60 FPS emas, faqatgina 30 FPS olarlar ekan. Bu esa Full HD da 60 FPS gacha video olsa bo'lar ekan. Endi videoning o'zida 60 FPS olinayotgani yaqqol bilinib turgan bo'lsa kerak. Endi 4K 30 FPS olinayotgan video 4K da ham 60 FPS olinmas ekan. Va yana bitta narsani eslatishim kerak, aynan hozirgi ovoz Honor X9D mikrofoniga yozilyapti. Bu esa frontal kamerasi, faqatgina Full HD 30 FPS gacha video ola ekan do'stlar frontal kamerasi, lekin sifati ancha yaxshi. Endi o'zingizlar ham ko'rib turibsiz, o'zingizlarning ham fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va aynan hozirgi video Full HD 60 FPS va endi yugurgan holda stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Endi 4K 30 FPS stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Endi drop testga keladigan bo'lsak, birinchisi oddiygina zinadan dumalataveramiz. 3 2 ket. Yep, dumalamadi. Hech qilmadi. Boshqatdan. Ana. Qaqshatli zarbalar. Tak. Ekraniga hech narsa qilmadi. Faqat, ozgina korpusida qirilishi bor ekan. Endi Honor X9 ni mustahkamligini tekshirib ko'ramiz. Balki bu telefondan xayrlashishimiz ham mumkin. Hozir ko'ramiz. Birinchi cho'ntak balandligidan tashlab ko'ramiz korpusi bilan do'stlar. Ketdik. 3 2 1. Bariga ekan bu. Tak. Oh my god, orqasi. Ko'rishingiz mumkin. Ahamiyat beringlar. Bu burchagimiz ancha qirildi va pastki qismimiz ham ancha qirildi. Lekin koja va kamerasiga hech narsa qilmadi. Endi ekrani bilan tashlab ko'ramiz. 3 2 1. Ovoz balandligini ko'rdinglarmi? Ko'rishingiz mumkin. Bu ekran emas, qo'rqmanglar, bu plyonkasi va hozir uni ham olib tashlaymiz, lekin hali testimiz tugamadi. Endi do'stlar, cho'ntak balandligini ko'rdik. Bo'yim qator tashlab ko'ramiz. 2 ga bo'lib ketmasa bo'ldi. 3 2 1. Ekrani bilan tushmadi nimagadir. Tak. Boya bu burchak edi. Endi bu burchakka ketdi. Boshqa jiddiy jarohatlarni men ko'rmadim, lekin ishlayapti. O'zi asli Honor X9 2,5 metrgacha bemalol chidab bera oladi. Endi xuddi shunaqa 2 metr, 2,5 metr emas, 2 metr balandlikdan tashlab ko'ramiz. Bo'yim o'zi 1.80, 1.90 bilmayman, xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Endi taxminan mana 2 metrni bo'ylayapman. 3 2 1. Tak, ko'rishingiz mumkin. Endi plyonkasini olamiz. Mana 2 metr va 3 ta zarba ko'rgan telefon bu. Lekin ekraniga faqatgina korpus qismlariga jiddiy jarohatlar yetdi, lekin kamera va ekrani hammasi o'z joyida. Kerak bo'lsa 1,5 tonnalik Malibu 2 mashinasida telefonni bosib ko'rdik. Bir marta emas, 2 marta bosib ko'rdik. Birinchisi korpusi bilan, ikkinchisi ekrani bilan. Ekrani bilan bosildi. Ekran ishlayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bungi videomizda drop test eng oddiy testlarimizdan biri edi. Sababi telefon solingan idishga hozir suv to'ldiramiz va suvda test qilmaymiz. Sababi suvga bemalol chidaydi Honor X9D va ahamiyat bergan bo'lsangiz, idishimizdan yarmi muz va hozir telefonni ham muzga aylantiramiz.
A few moments later. Va 1,5 soatdan keyin telefonni muzlatgichdan oldik va telefon ahvolini ko'rishinglar mumkin. Doktor, alo. Bu hali hammasi emas. Aynan muzlagan Honor X9 ni endi qaynagan suvga solib eritib olamiz. Lekin uyingizda bunaqa testlarni umuman qilmanglar. Men juda ham katta tayyorgarlik bilan qilganman. Bunaqa testlar hayotingiz uchun juda ham xavf tug'diradi. Tak, ko'rishinglar mumkin, muzimiz eridi va telefonimiz ko'rinishi boshladi. Endi Honor X9 dan sho'rva tayyorlaymiz. Kuyib qoldi, qizarib qoldi mana. Qo'lim kuyib qoldi, lekin telefonga hech narsa qilmadim. Qisqasi barcha testlarni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Drop testdan keyin sezilarli darajada korpusda qirilishlar bo'ldi, lekin telefon ichki qismiga hech narsa qilmagan, ekranlari hammasi ishlayapti va eng qoyil qoldirgani, men qaynagan suvga solganimda ekrani kuyib qolsa kerak deb o'ylagandim. Lekin telefonga hech narsa qilmadi, lekin qo'lim kuyib qoldi. Endi bu telefonni kimga maslahat beraman? Barchaga, prям hammaga maslahat beraman. O'yin o'ynayman desanglar, bemalol olsanglar bo'ladi, 90 FPS, 60 FPS hammasini ko'taradi. Kun davomida ishlatib yuradiganlar uchun ham batareykasi bemalol sizlarga yetib beradi. Ham ustakalarimizga ham Yandexda ishlaydigan akalarimizga ham hammasiga maslahat beraman. Chidamliligini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Endi Honor X9 ni narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 4 million so'mdan boshlab xarid qilishinglar mumkin. Ham arzon, ham sifatli degani shu bo'lsa kerak. Bir haftadan beri ishlataman, hali hech qanday kamchiliklari chiqmadi. Endi Honor X9 ni narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 4 million so'mdan boshlab xarid qilishinglar mumkin ekan. Ham arzon, ham sifatli degani shu bo'lsa kerak. Qisqasi videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki YouTube'da chiqmagan testlar Instagram sahifamga qo'yib boraman va keyingi videomizda qaysi telefonni va qanaqa test qilishimni xohlaysizlar, uni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Qisqasi sizlar bilan Ulug'champ bo'ldi. Yo'q, Ulug'champ? Voy, sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, bay bay.